Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23 apreldagi qaroriga asosan Toshkent davlat tibbiyot universiteti rektori lavozimiga Shuhrat Abdujalilович Boymurodov tayinlandi. Qarorga muvofiq Toshkent davlat tibbiyot universiteti tashkil etildi. Yangi universitet tibbiy kadrlar tayyorlash, ularning malakasini oshirish va ilmiy tadqiqot faoliyatini takomillashtirishga ixtisoslashgan zamonaviy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Universitet Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti va Toshkent davlat stomatologiya instituti 3 ta tibbiyot oliy ta'lim muassasasini birlashtirgan holda faoliyat yuritadi. Unda xalqaro talablarga javob beradigan ta'lim muhiti, zamonaviy moddiy texnik bazasi, ilg'or boshqaruv tizimi, transformatsiya ofisi hamda xalqaro akkreditatsiyani amalga oshiruvchi milliy markaz tashkil etiladi. Shuningdek, xalqaro mutaxassislar jalb etiladi. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan yangilash, moddiy texnik ta'minotini kuchaytirish va ta'lim sifatini baholash mexanizmlarini joriy etish belgilangan.